Boshingizga ish tushsa, yaqinlaringiz eshigini qoqib ko'ring. Bu eshik ochilmasligi mumkin, lekin sizning ko'zlaringiz albatta ochiladi. Lekin sizni boshingizga hech qanaqa tashvish tushishini xohlamaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga quruvchimiz Murod Building 5 xona 180 kvadratli xonadonimizni obzoriga kelganmiz. Qaranglar, zal qismimiz juda ham kengina qilingan. O'zining bu yoqda 12 talik stol stullari va mebellarimiz hammasi eng sifatli mebellar ishlatilgan. Bu xonadonimizda yashalgan, lekin ko'rib turibsizlar, sustenansi juda ham ideal darajada. Bir xilgi narsalarimiz qoladi, ayrim narsalar esa olib chiqilib ketiladi, hurmatli obunachilar. Klassika uslubida qilinganda, chunki mana bu yoqda yumshoq mebellarimizni qarang, juda ham sifatlilarini qo'yishgan. Aytib o'tganimizdek 12 talik stol stullar va lustralarimiz va remontimizga shu yerda bitta laykingizni bosib qo'yasiz va ketdik, qolgan xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Kiraverish qismimiz kirganimizda bizni mana shu yerda juda ham katta prostorniy bo'lgan hol qismimiz keladi. Bu yoq yumshoq mebelni qo'yishgan va bu yoqda kattagina oynali zonamiz bor. Mana bu narsamiz olib chiqilib ketiladi, hurmatli obunachilar. Keling endi yana bu yoqlarni ko'rsatib o'taman. Bu yoqqa 6 talik stol stul qo'yishgan, yumshoq mebeli ham bor. Kartinkalarimizni qarang, xuddi bir dam olgani borgandek mana shunaqa chiroyli qilib bu uyimizda yashasangiz bo'ladi. LG televizorlarimiz va o'zining komodlari bor. Xo'p, bu yoqdan oshxonaga o'tib ketsak ham bo'ladi. Oshxonamizda bo'sh texnikalarimiz eng sifatli texnikalar ishlatilgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Gaz plitalarimiz bor, duxovkalarimiz bor, mikrovolnovkalarimiz bor. Bu yoqda esa mana LG kattagina xolodilniklarimiz bor, hurmatli obunachilar. Endi qolgan xonalar bilan yana tanishtirib o'tamiz. G'ishli novostroykalardan biri 5 etajga domning 4-etaj. Bu yoqda hojatxonamiz, umumiy sanuzelimiz joylashgan. Bu yoqda esa bolalar yotoqxonasi o'rnida bemalol foydalansak bo'ladi. Ikkita kravatimiz bor. Bu yoqda tumbichkalari bor, hurmatli obunachilar, va dars qilib o'tirishlari uchun mana ikkita farzandimizga bemalol bu yoqqa sharoitlar qilib qo'yilgan. Kitob jamonlarimiz bor. Bu yoqda o'zining shkaflari ham bor. Xo'p, endi yuringlar. Qolgan xonalar bilan ham tanishtirib o'taman. Bu yoqda ham u xonamizni o'g'il bolalarga, bu xonamizni qiz bolalarga bersak bo'ladi. Mana ikkita kravatimiz bor. Bu yoqda mana dars qilib o'tiradigan joylari, javonlari va bu yoqda esa o'zining shkaflari bor, hurmatli obunachilar. Eshiklarimiz ham eng sifatli eshiklar qo'yilgan. Bu yoqda yana umumiy sanuzel qismimiz joylashgan. Hammom qismimiz joylashgan, hurmatli obunachilar. Bu yoqda esa kattalar spalnisi. Marhamat, ko'rishinglar mumkin, juda ham katta, yorug', bundoq kirib turib maza qilib damda oladigan sharoit qilingan. Va bu yoqda mana ayollarimiz uchun komodlari va bu xonadonimizni, bu xonamizni alohida bu yoqda sanuzel qismi va garderob qismi ham bor, hurmatli obunachilar, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, kelinglar endi bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, orientirimiz Shoyxontohur tumani, Ko'kcha masjidining yonginasidagi xonadonimiz. 180 kvadrat, 300 ming AQSh dollar. Yana kelsanglar shu yerda chiroyli narxga beramiz. Uyingizdan hech qachon baxt va baraka arimasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.